bu yurtqa qadiming yetganligini bilib qolsam, xabarangni o'zim qo'piraman. Unutib qolmasalar Qambarnisa xonim, o'zlarining mo'jab bir qizi bor. Kolining beshiga kelgan kunni Mo'zayning beshiga kelmaydi deb hech kim aytolmaydi. Haddingdan oshma. Kimga gap qilayotganingni bilamsan? Angoyaq tursan-ku. Kelib meni bo'shatib etmabsan. Haddingdan oshma. Ma'qul. Qambarxo'jam, bo'g'aydi. Eringizdan bu uy kelib ketib yurgandan xabaringiz bormidi? Kelarkan mayli chaplashidi ekansiz-ku. Xo'jakingizcho, sizdakda necha-nechalarni gapga unutib, bugunga ulashgan. Xotin kishi bo'lsam-mu, erkakdek yashaydigan ayolman. Men siz bilan hargiz to'y qilolmayman. U mumkin emas. Mening sizga tekkinim tekkan. Mening Qambar. Qani desizlar? Qo'lig'im siladi. Voy yuragim. Voy mening dardlik yuragim. Qemarg'a tikilgan xotin. Oysham Ismoil tabassum. 24-qism. Men tushundirib qo'yay. Mavi eringiz. Ma og'ayni siyoqda bo'layotgan tuzkur, nomard xumsi. Hayvondan to'ralgan yuzsiz mal'un. Mening kasal totib yotganimdan, oilamdagilarni qo'g'diyolmaydigan bo'lib qolganimdan, jismoniy jihatdagi ojizligimdan foydalanib, mening xotinimga yomon niyatda bo'ldi. Niyati amalga oshmadi. Ham naq maydonda tutilib qoldi. Agar salomatligim yaxshi bo'lib, burunqidek qamchi o'yini tolaydigan oldi bo'lgan bo'lsam, bu kamgacha uni yerligiga qo'ygan bo'ladingiz. Bu gapni anglagan Mehransa xonimning yuragi jig'ida qaldi. U Namancho'loqning purishib ketgan qon qetish chiroyiga qaradi. Namancho'loq bir xilda xitildab yig'lab, yukinib o'ltiradi. Demak, raskanda. Shuningdan keyin Mehransa xonim bir ig'izma gap qilolmadi. Bu ishlar bilan tang uning ayollik izzati, cho'ng og'jilik o'rni ig'ir masxaraga uchirgan edi. Shunga ortiq gap qilishning o'rnimi qolmagan edi. U erini qor yomg'ir ichida tillab, eng mudhish gaplar bilan qog'ab tursimi, o'z oilasiga nisbatan yot hisoblanadigan Seyitboyning oldida oqchi ko'kchi deb aniq bir narsa demadi. Bir ig'izma tillamadi yoki qo'pol tegib, xalqning oldida hurmatini yerga uradigan ishni qilmadi. Ho'jador Namancho'loqning put qo'lidagi bog'liqni yeshkilab qo'ymay, xizmatkorlarga buyurib, uni bog'liqlik holatida ko'tarib, ip chiqib, Qudduslanqa cho'ng darvoza oldida tutib turgan ot arvasiga besib berdi. Untekin studiyasi. O'z xo'jisini bu holda ko'rgan Qudduslanqa ko'zlariga ishonmay qoldi. Uning hangvi qilib turganiga ochiq kelgan Mehransa xonimmi hozirab o'midgunicha xizmatkorlarning kaynidan yetishib chiqib, Qudduslanqani o'ng turtillab arvaga chiqib joylashdi. Ondan arvaga ko'ni tog'ardek tashlab qo'yilgan erini ilib, yo'liga ravon bo'ldi. Gulsum uy ichida yuz bergan ishlarning hammani xo'jador bilan Zo'rxonga aytdi. Hamda Qambarnisa xonimning eshik sirtida quliqini etib, ko'zini yumib, tomga yo'linib turganligini, imkoniyati botirib Sevarnisoni qutqizishga urinmaganligini so'zlab berdi. Marhum Shahzodam xonim hayot vaqtida Zo'rxonga Qambarnisa xonimning Gulxonimga o'shmanlik saqlab yurganligini, shu sababdan mijozi cho'z, chechilg'oq, urushqoq,
yig'lang'u va tarso bo'lib qolganligini, buning kundashlik sababidan bo'lganligini aytib bergan hamda cho'ng kichik ishlarda Qambarnisa xonimga ko'proq yo'l qo'yish, o'rinsiz ochig'lab, chechilib qolsa ko'ngliga olmaslik, amal bor Gul xonim bilan ikkisini yolg'iz qo'ymaslik, Qambarnisa xonim boyada Gul xonimga yaxshichoq bo'lmaslik, kulib paranglashmaslik, amalning barcha Qambarnisa xonimga voy deyish, uni cho'ng ko'rib beshiga elib ko'tirish, shu orqali uning ruhiy besimdan, kundashlik azobidan qutulishiga yordam berish haqida to'liq chekilgan edi. Hammalan shu niyatda shuncha uzun tirishchilik ko'rsatgandan keyin Zo'rxon ko'nglida bu ishlarni yaxshi bo'lib ketdi deb o'ylagan. Hammadan muhimi, Shahzodam xonimning vafotidan keyin bu ikki og'ich xonim qaytadan inoqligiga qaytib, Gul xonim bu oilaga yangi kelgan chog'dagiga o'xshashlar echakishib qolgan edi. Şoňa hech kim uni yana Gul xonimga o'shmanlik saqlaydi, uni rashki dushman hisoblaydi deb o'ylamagan edi. Şoňa u Gulsum aytgan gaplarga tasdiq ishandi. Ishonmagani tas qilib edi. Seyitboy buyruq tushirib, hech kim namancho'liqni yeyishib atmaslik, taki xotini kelib uni ep ketkicha non suv bermaslik, hech qanday talabini o'rnamaslik haqida qattiq topilib atdi. Shundala Zo'rxon Gulsumning gaplariga ishondi. Qambarnisa xonim hammasining ko'ziga sat ko'rinib qoldi. Gulsum Qambarnisa xonimga yoltoq qarab olib yurganning ustiga bu ishlarni kusurlab yurib, boshqa xizmatkorlarga deb bo'ldi. Seyitboy uning bu gaplarni taqtib yurganligini bilib turgan bo'lsa-mu, uning qattiq tegmadi. Sir saqlash haqida gap maqamadi. Bir hisobda Seyitboy mushxil usulda Qambarnisa xonimga besim ishlatib, bo'lmug'ur o'y xiyollarini yig'ishtirishga unsiz undimakchi edi. Seyitboy hamma dardini ichida bildi. Hech kimga demagani bilan yuragida qon yig'ladi. Butun surib bir kishi turib, kerak bo'lganda oilasini, xotinini, nom nasabini qo'g'diyolmadi. Aksicha, olqiliq paytda mushtumdek bir qiz bola ko'krak kerib o'ttiriga chiqib, Seyitboy qalanmaganini qildi. Xotinini qutqizdi. Nom obro'yini, nasabini, g'ururini saqlab qoldi. Xeyli kishilarning oldida gapi o'tadigan, to'y-to'ykunlarda to'rning to'rdan o'rin elib, yurtning ko'zi bo'lib hisoblanadigan, boylar qatorida eng oldingi o'rinda turadigan Seyitboy tas-tamas qoldi. Namancho'liqning qo'lida xonimonidan ayrilib, el ichida rasvo bo'g'ili. Agar mo'shi kasal uning jismini chirmab, mag'durini o'zib turmagan bo'lsa, xohlaganda o'rnidan turib, kerak bo'lganda maydisiga mushlab o'ttirg'i chiqadigan, xotin bolalarga ro'zg'orga ega bo'la olgan bo'lsa, og'inam deb yurgan bu mal uning abdi bashirisini burroq bayqiy olgan bo'lsa, Koshki yenidagi bu tiyobga qarabli yotmay, saqiyishning yo'lini qilib, boshqa joylardan kasalga davo izlab boqqan bo'lsa. Shu xiyollarni qilgan Seyitboy xo'jadorini oldiga chaqirdi. Onun qattiq jikilab, qancha pul ketishidan qat'iy nazar, qayerdan tepishidan qat'iy nazar, o'rik kezak deb ataladigan mono kasalning davosini qila oladigan tevib tepish. Har nima kassimi, cho'qim o'ziga davo bo'ladigan tevib yoki dori tepib berishni havola qildi. Xo'jador xizmatkor va yilliqchilar ishidan aqli ushi ustun, gap so'zi joyida, jigarlik va azimat sifat 8 odamni tanlab, egarlik otlarga mindirib, qo'liga xarajat, qo'rsqiga non, suv berib, joy-joylarni kezib, tevib izlab, eng tez suratda mushu kasalni tushunadigan, davosini qila oladigan odam tepib kelish. Kasal davolash haqqiga qancha pul talab qilsa deganidek beradiganga va'da qilib, oldiga boshlab kelishni topilib, hammasini har tarafga yo'lga soldi. Mehrinso xonim Namancho'liqni ep ketgan kundan boshlab Zo'rxon bilan xo'jador etizga chiqmadi. O'rnida boshqa odamni xizmatga tayinlab, o'zlari Seyitboy bilan ikki xonimning holidan xabar oldi. Bu Seyitboyning fikri bo'lib, azaldan yengilganiga, satlashganiga tan bermaydigan Namancho'liq har vaqt odam boshlab kelib, jidal chiqarishi, yo'lsizlik bilan g'avg'o ko'tarishi mumkin edi.
Namancho'liqning andishisi bo'lgan ekan. Qo'riq sirtidagi uyda turayotgan balalardanmi asirmay bo'lmaydi. Chunki Namancho'liq balalarning shu uyda turayotganidan xeyli burli xabar tepib bo'lgan. Namard degan mingni qisi namard. Ondaq pastkash odamlar mayli kimning to'g'ri, kimning xato bo'lishidan va raqibining qaysi holda bo'lishidan qat'iy nazar o'ch oladigan, qo'l soladigan fursat bo'lsa-la vosita tanlab o'ltirmaydi. Shunga Seyitboy balalarni qaytirib kelib, chiroyli jabdib qo'yilgan bo'lsa-mu, yillardan beri to'y-to'kun, it oyamlardan boshqa chog'larda ishlatilmaydigan. Asosan mehmon kutishga ishlatiladigan cho'ng saroy uyga o'rlashtirib, Havzixon bilan Gulsumni davomli balalarning holidan xabar olishga o'rlashtirdi. Buning bilan Zivarni Sami balalarni ko'rib tura oladigan. Kunda bir qitim eg'iz burnini doğrulangan dakida yo'gab tengib, Seyitboyning yeniga akirib, onunga ko'z tutib tura oladigan bo'ldi. Mehrinso xonim Namancho'liqni uyga ep borgandan keyin o da necha kunga jidal o'ynadi. Namancho'liqni deb hayotini do'g'ri tikishga rozi bo'lgan, ilgirki erining mol dunyolarini elib, Namancho'liq bilan qochib ketish uchun hayotining xavfga uchrashig'imi? Namancho'liqning bir qo'lining yo'qligigimi? O'ziga ko'ngli bor yo'qligigimi parvo qilmagan bu qop yurak ayol shu chog'da kuyib pishib yurgan va hamma nimasidan kechib turib, birlik etishni ixtiyor qilgan bu eriga xotinlikning yuz xotirasini qimmat. To'nishqanidan boshlab hozir qadar o'zining mushu uyini, erini, iqtisodini deb chekkan jafolarni, Namancho'liqning onunga odamdek muomala qilmaganlarni, hadisi ustiga kichik xotin elib, texi umiyatmagandek na-nalarda oshni o'ynab yurganligini yuziga silib, peshonasiga tosh otgandek hamma alamlarni uning oldiga otdi. Yig'ladi, qoqshidi, tilladi, qog'idi. Ammo Namancho'liq undimay, zuvon surmay, beshini ichiga tiqib o'ltirib oldi. Namancho'liqning zuvon surmasligi Mehrinso xonimning jahlini texmi qotirib qo'ydi. O aslida xotiniga tushuncha berishi, hech bo'lmaganda yuvoshlik bilan kechirim so'rashi va ikkinchilab bundoq ish yuz bermasligiga va'da berib, yaxshi ifoda bildirish kerak edi. Kutganlarning hech qaysi bo'lmagan Mehrinso xonim to'xtamay qoqshab, o'zi tillab, o'zi yig'lab, saq 2 kun jidal qildi. Ikkinchi kuni kechda oxiri Namancho'liqning saviri qochisicha qilib, chidag'uvchilik qolmadi. O vaqirab-jaqirab, eg'izdan chiqqisiz sadgaplar bilan to'xtamay tillayotgan Mehrinso xonimni jimlamoqchi bo'lib, ozroq gap qilib edi. Sening rost deb jim turib basi jahonga patmaydigan. Shu toptuma tashanmay oram turgan bu hozozli xonim Namancho'liqning jaddi jamoatini qo'shib, toki 70 pushtig'icha qo'shib tillag'ala turdi. Tekin studiyasi. Achchiqqa chidamagan Namancho'liq tam o'yuqqa zinnat tushibda tizib qo'ygan. Necha yilning oldida Qashqarga borganda qimmat ko'may setilib ep kelgan Qashqar ravobini oldida. Shuning bilan Mehrinso xonimni bo'lishiga urib, ravob sunib tugab, xonim o'shidan ketib yiqilib qolganda ondan to'xtadi. Amdi gapni tevib izlab yo'lga chiqqan chaparmallardan anglaymiz. Chaparmallar har yurtlar yo'lga chiqqanning 5-kuni tushga yaqin shular orasidagi biri tevibgan deb bir kishini boshlab keldi. Ayollardek uzun parji kiyib, belini xondan kamarida bog'lab olgan. Beshining yarmini tushirib etib, yarmida o'sgan uzun chechini birli o'rib kayniga tashlab olib, uning ustidan kamarining rangi bilan o'xshash yeshil xondan do'ppi kiyib olgan. Chiroy turqi kiyinishlardan qarasa boshqa bir toifadan ekanligi chiqib turadigan bu kishi qog'iliq yomilining begini davolab saqaytgan katta tevibganmishlar. Bu chaparmanning deyishicha, u qog'iliqqa berib, ko'chimi-ko'ch qatirab so'rab yurib, bu kishining nom sharpini olibdi va yeniga berib ming taslikni ko'rishibdi. Biroq bir-birining tilini bilmagachga fikr almashtirishda xeyli qiynalgan o'xshaydi. Shuning bilan tevib yomildan 2 tilni biladigan biraylarni chaqirtib kelib tarjimonlik qilibdi. Tarjimon uning gapini buningga
bununkini onunğa örüp, maqsadlarni o'zaro bildiribdi. Shuning bilan Chaparman Seyitboy xo'jidori orqali har qaysi chaparmanlarga yetkazgan necha pul olaman desa mayli, o'rik kezik deydigan bu kasalni davolab saqaytib, begimni qutqizvosila ig'izdan chiqqanni beramiz degan gapini ming tog'or va'da qasamlar bilan bu kishiga uqtirib, uni mag'iniga unimay kayniga kirib yurib, taslikni qoida qilib, begimning kasalini saqaytish badliga bu Chaparman yoki begim uningga 10 ming tanga beradiganiga kelishib, oxiri tevibni boshlab akapti. Bu yurtda bu tevib kishining tilini biladigan hech kim bo'lmag'achqa, eliq tarjimon tevib bilan billa berish kerak ekan. Bo'lmasa ikki ordik gaplarni o'xshamay, kasalni davolag'ila bo'lmaydi ekan. Tarjimon billa bo'lsa, uningga ayrim ish haqqi berish kerak ekan. Bunimi begim ustiga oladigan bo'lib, tarjimonning ish haqqiga 5000 tanga beradiganga deyishib, unimi billa boshlab ketdi. Tevib kelgan birinchi kuni piyolami ichmasdan Seyitboyni tekshirib to'mirini tutdi. Ondan xo'jidorga buyurib Seyitboyni havo o'tishib turadigan salqin uyga yo'tkashdi. Yotgan ko'pa takiyalarni 2 kunda bir almashtirib, kiyimlarini kunda bir qitim almashtirib turishni topiladi. Uzun chochliq bu Tevib Seyitboyni ko'ngil qo'yib davoladi. Boshda oda 5 kun. Kuniga 4 vaqt quruq o'simlik dorilardan qaynatgan qonsiq dorilarni ishkizib, oshtamoqini o'z bir qo'lliq tangshab, ichidigan chig'icha eng kichik nuqtalarga diqqat qilib turib, kichik bolani boqqandimi o'ta zilliq bilan boqdi. 5-kuni kechda bo'lganda u xo'jidorni chaqirib tarjimoni orqali uningga yengil botloqlagan sutlik to'gi tepish kerakligini, Seyitboyning adi tushdan boshlab to'gi suti ichmisiq bo'lmaydiganligini aytdi. Azaldan anglab boqmagan bu gap xo'jidorga sal g'alati tuyulgan bo'lsa-mu, begimning kundan kunga tuzilayotgan rangi ro'yi uning saqayish umididan derak berib turadi. Shunga xo'jidor taraf-tarafga kishi mangdirib, bir kecha izlash orqali qo'shni yezdagi bir botloqliq to'ga tepib, bosin deyishib setilib akeldi. Ertasidan boshlab tevibning o'rinlashtirishi bilan Seyitboy kuniga 2 vaqt to'ga suti ichishni boshladi va o'simlik dorilarni ichishni to'xtatdi. Uning deyishicha bir tarafdan dori ichib, yana bir tarafdan to'gi suti ichganning hech qanday ahamiyati yo'q ekan. Chunki har qanday hayvonning bo'lishidan qat'iy nazar, barliq sutlar dorining unumini kesadigan bo'lib, bemor yo dori ichishi yo sut ichishi kerak ekan. To'gi suti ichishni davomlashtirib bir haftadan keyin Seyitboy o'z yerga tushgidek bo'ldi. 10 kun bo'lganda hech kim yo'limisimi ma'lug'idek. Bir chini g'izoni tugitib yeligidek bo'ldi. Bir oy bo'lganda uzun chochliq tevibning davolash hunari haqiqatan karomatini ko'rsatgan edi. Bu holdan hamma xushal, hamma mamnun bo'ldi va Seyitboyni chin ko'nglidan tabriklashdi. Bu tevibning qaltis davolash hunarimi yiroq yaqinga dong chiqarib, ikki qo'lli bir yerga kelgan hamon shu vaqtda gap bo'ladigan. Hamma kishi Seyitboyning saqayganlik to'g'risidagi ishlarini mo'jizlashtirib so'zlab, maqtab ko'ki ko'tiradigan bo'lib ketishdi. Albatta, bu ishlar yana o'z navbatida Namancho'liq bilan Mehrinso xonimning qo'liga yetmay qolmadi. Tevib Seyitboyni butunlay davolab saqaytib bo'lgandan keyin qaytish taraddudini qildi. Seyitboy uni yaxshiroq kutib rahmatini bildirib olish uchun yana bir necha kun turib berishni o'tindi. Tevibmi bu olqini kang, ko'ngli yaxshi kishining samimiy ko'nglini yerda qo'yg'isi kelmay, yana bir hafta turishga ma'qul bo'ldi va Seyitboyning eng aziz mehmoni bo'lib qoldi. Mushkullarda bu tevibning donqini olgan hamda Seyitboyni davolab saqaytganligini biladiganligi kishilar Seyitboyning uyiga kelib, bu tevibga kasalni ko'rib qo'yishni iltimos qiladigan bo'lib qolishgan edi. Seyitboy bu kishining ixtiyori qo'yibdi. Umu bu kishilarning kasalni ko'rib, dori berib, qo'lidan kelganicha xayrixohlik qilib, hammasini rozi qildi. Bug'doyning bahonasida qarmoq suv ichibdi degandek, bu himmatlar bilan Seyitboy va xalqning ig'ziga yaxshi nom atoq bilan chiqib, ilgirki obro'yiga hassilab, obro'y qo'shilib, butun elning og'ziga chiqdi. Yarim kechada usab uyg'onib ketgan Seyitboy oqshimi yanada yetib uxlab qolgan Qambarniso xonimni qishqirdi. Qambarniso xonimdan un tivish chiqmagandan keyin
Seyitbay astag'ina o'yatgan o'rinni sepashtirdi. O'rin quruq edi. Seyitbay uni balalarning hujrasiga chiqib ketgan o'xshaydi deb o'ylab, o'zi chiqib usuliq ichmoqchi bo'ldi. Supa beshini sepashtirib sarangini topgan Seyitbay kirsin chiroqni yondirdi. Ondan qisqa yaktikini ipinchoqlab chiroqni qo'liga oldida dahlizdan o'tib bo'yliga chiqdi. O dalon tarafdagi oshxonaga meng'itib, dalonning kenidagi talbaronlikdan bir ayol kishining yig'ilgan ovozi kelayotganligini G'uva angladi. Seyitbay ajablandi. Buncha kechida kirib uxlamay bu yerda yig'layotgan kimdir? O shab chiqamay asta berib, dalonning talbaronligini to'sib turgan temaning kenida turib yig'layotgan ovozga quloq soldi. Anglab bildiki, yig'i ovozi Qambarnisa xonimning edi. Seyitbay Qambarnisa xonimni bu kunlardagi sovuq muomalalarga chidamay, dili og'rib, shu yig'layotdi deb o'ylab, uning ozroq ichi og'rib qoldi. Seyitbay xotinining yeniga berib, uningga ikki qiz tasalli berib, ondan hujrasiga akirib ketishni xiyol qilib qadamini yo'tkishiga, Qambarnisa xonimning yenidan kimdir bir er kishining Qambarnisa xonimga tasalli berib ko'nglini yo'rsagan ovoz keldi.